Bugun odamlar o'zlarini ko'proq qayerda taqqoslayaptilar? Ko'chada emas, ishda emas, telefon ekranida. Telefonda. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlar va Instagramda. Instagramni ochasan, bir surat, yana biri, yana boshqasi. Kimdir sayohatda, kimdir ideal tanida, kimdir baxtli munosabatda, kimdir muvaffaqiyat cho'qqisida. Va sekin-sekin ichingda savol paydo bo'ladi. Nega hamma baxtli, faqat men emas? Mana shu yerda muammo boshlanadi. Chunki ijtimoiy tarmoqlarda odamlar haqiqatni emas, tanlangan lahzalarni ulashadi. Hech kim Instagramga mag'lub bo'lgan kunini, yig'lab uxlagan tunini, qo'rquvlarini, qarzlarini, ichki kurashlarini chiqarmaydi. U yerda faqat tabassum bor, yutuq bor, chiroyli kadr bor. Va sen nima qilyapsan? Birovning hayotidagi eng yaxshi 1% o'zingning butun hayoting bilan solishtiryapsan. Shuning uchun bugungi kunda doimiy taqqoslash, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda, inson ruhiyatiga kuchli zarba bo'lyapti. Odamlar o'zlarini kamroq muvaffaqiyatli, kamroq baxtli, kamroq qadrli his qila boshlashyapti. Aslida esa ularning hayoti yomonlashgani yo'q, faqat ko'rayotgan tasvirlari ko'paydi. Instagram bu hayot emas, bu vitrina. Va vitrinaga qarab o'zingni baholash, o'zingga qilgan eng katta adolatsizlik. Lekin muammo faqat taqqoslash emas. Muammo telefonni haddan tashqari ko'p ishlatishda. Bugun ko'p odamlar yonida o'tirgan insonni ko'rmaydi, lekin telefon ekranini soatlab tomosha qiladi. Ota-ona farzandi bilan kam gaplashadi. Do'stlar birga o'tirib, bir-biriga emas, telefoniga qaraydi. Natijada yolg'izlik kuchayadi, jonli muloqot kamayadi. Insonlar sovuqlashadi. Telefonni ko'p ishlatish diqqatni buzadi, xotirani zaiflashtiradi, uyquni yo'qotadi. Eng yomoni, inson o'z hayotini yashash o'rniga boshqalarning hayotini tomosha qilib, kunlarini o'tkaza boshlaydi. Ammo yana aytaman, muammo taqqoslashning o'zida emas. Agar sen birovning natijasini ko'rib, u qila oldi, men ham o'rganishim mumkin desang, bu sog'lom fikrlash. Agar sen qanday usul bilan erishdi, nima qilgan deb o'ylasang, bu natija. Lekin agar men hech kim emasman, men ortda qoldim, men baxtsizman deyishni boshlasang, bu zarar. Eng to'g'ri taqqoslash o'zing bilan. Kecha sen kim eding? Bugun nimani yaxshiroq qilding? Ertaga nimani o'zgartira olasan? Mana shu savollar seni oldinga olib boradi. Boshqalarning ijtimoiy tarmoqdagi postlari emas. Boshqalar sen uchun mezon emas. Ular faqat yo'l ko'rsatishi mumkin. Ularning sahnasi sening sahnang emas. Ularning vaqti sening vaqting emas. Shuni unutma. Sen ko'rayotgan ideal hayotlarning ko'pi kamera o'chirilgach tugaydi. Ammo sening haqiqiy hayoting hozir va shu yerda. Xulosa oddiy. O'zingni Instagram va ijtimoiy tarmoqlar bilan o'lchama. O'zingni boshqalar bilan emas, o'zingning rivojing bilan bahola. Telefonni kamroq och. Atrofingdagilarga ko'proq e'tibor qarat. Hayotingni tomosha qilma, uni yasha, yaxshi yasha. Chunki eng muhim yutuqlar postga tushmaydi, like yig'maydi. Lekin aynan ular seni sen qiladi. Juda oddiy. Yoki harakatlarni ko'paytirish kerak, yoki xohishlarni kamaytirish kerak.